Hammasiga sabab menga buyruq qilishlari yoqmasligida edi. Bir tomondan bu film tufayli ancha noqulayliklarga duch keldim, lekin oxir-oqibat aynan shu xususiyatim mustaqillikka erishishimga, ayniqsa moliyaviy tomondan ozod bo'lishimga ham yordam berdi. Siz bir iborani eshitgan bo'lsangiz kerak: kim pul to'lasa, o'sha musiqaga buyurtma beradi. Boshqacha qilib aytganda, kimda pul bo'lsa, erk ashulasiga so'zlarni yozadi. Shuning uchun ham yoshlik paytimdan qoidani o'zim yozaman va mening ustimdan hech kim buyruq chiqarmaydi deb qaror qildim. Ayollar qiladigan tentakliklar. Bir kuni Robert uyga kirib kelganida men televizorga qarab qichqirayotgandim: "Uyg'on, ahmoq bo'lma! O'zingni kichkina, tentak qizchaday tutishni bas qil. Katta bo'lish vaqti keldi." Robert kulib, "Nima bo'lyapti?" deb so'radi. Ayollarning bunchalar tentaklik qilayotganlariga jim qarab tura olmayman. Anavi ayol o'ziga umuman notanish bo'lgan, shunchaki o'zini televizor orqali reklama qilmoqchi bo'layotgan qandaydir moliyaviy rejalashtirish bo'yicha maslahatchi odamdan o'zining to'plagan pullarini nima qilish kerakligini so'rayapti. U esa noto'g'ri maslahat beryapti. Ayol bo'lsa uning aytganlarini albatta qilishini aytib xursand. Axir bu tentaklik-ku. Shunday kaltabin ayollar tufayli sarmoyalash va pul sohasida ayollar ortda qolishyapti. Nazarimda bu sening g'ashingga tegyapti shekilli, dedi Robert jilmayib. Balki ayollar nima qilayotganlarini o'zlari bilmaslar, ularga tushuntir bo'lmasa. Shuning uchun ham men bu kitob orqali siz ayollarga har qanday vaziyatda hamisha tayyor turish zarurat ekanini va sizning moliyaviy kelajagingiz nimaga yoki kimga bog'liq ekanini aniqlab olishingizga yordam bermoqchiman. Tentakliklar ro'yxati. Bu holat menga juda salbiy ta'sir qildi. Biz ayollar chindan ham, agar ish borib pulga taqalsa, ko'p tentakliklar qilishga qodirmiz. O'ylashimcha, aqlli bo'lish payti keldi. Ayollar tentak bo'ladilar demoqchi bo'lyapmanmi? Albatta yo'q. Shunchaki biz aynan pul masalasida ba'zan oxirini o'ylamay ish qilib qo'yamiz. Quyida ulardan ba'zilari. Turmushga pul uchun chiqamiz. Nikohimiz baxtsiz bo'lsa ham yashayveramiz yoki omadsiz munosabatlarni qo'llab yuraveramiz. Chunki o'zimiz o'z kuchimiz bilan hayotiy ehtiyojlarimiz uchun pul ishlab topa olmaymiz deb qo'rqamiz. Biz moliyaviy masalalarda qaror chiqarishni erkaklarga berib qo'yganmiz. Biz moliyaviy ishlarni erkaklar yaxshi bajaradi degan afsonaga ishonamiz. Biz sarmoyalashni erkaklar yaxshi tushunishadi degan fikrdamiz. Pul borasida erkaklar bilan tortishmaymiz, chunki ularning o'zlarini yaxshi ko'rish hissiyotlariga tegingimiz kelmaydi. Biz maslahatni o'ng kelgan ekspertlardan olaveramiz, chunki o'zimizni aqllimiz deb hisoblamaymiz. Biz gapirmaymiz, chunki tinchlikni xohlaymiz. Biz erkaklarga uzoq ergashamiz, ayniqsa moliyaviy tomondan, chunki shu biz uchun qulay deb o'ylaymiz.
Biz ularga ko'p ishonib ergashganimiz uchun ular yosh ayollarga ketib qolishadi va yolg'iz qolamiz. Biz ularning o'zgarishlariga ishonamiz va umid qilamiz. Biz hammasi yaxshiga ko'namiz, aslida esa hammasi a'lo bo'lishi kerak. Agar erkak kishi noto'g'ri yo'ldan ketayotgan bo'lsa ham uning ortidan ergashaveramiz. Biz o'zimizni o'zimiz aldaymiz. Biz ishdagi nohaqliklarga ham maosh tufayli chidaymiz. Biz bolalarimiz bilan vaqtimizni o'tkazish o'rniga ishda keragidan ortiq ishlayveramiz va bunda o'zimizni gunohkor ham sezib qo'yamiz. Biz ko'tarilishimiz kerak bo'lgan lavozimga boshqa kishi o'tirsa ham ishlashni davom ettiraveramiz. Bolalarimiz hayotidagi zaruriy vaziyatlarni o'tkazib yuborishimiz mumkin, chunki biz ishlaymiz. Biz ayollar ko'pincha kelajakka boqib qachondir deb o'ylab ham qo'yamiz. Ko'pchiligimiz bunday xatolarni qilganmiz yoki qilishni davom ettiryapmiz. Bu bir narsadan darak beradi. Biz pulga ko'nglimizni sotamiz. Bu xatolar o'zimizga bo'lgan ishonchga, o'zimizning qiymatimizga va g'ururimizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kitob Sarmoyalashda ayollar boshqaruvi nomli sarlavha bilan chiqqan bo'lsa-da, u chuqur ma'nodagi muammolarga jim qarab ketmaydi. Gap ayol o'z hayotini o'zi boshqara olishi, o'zini hurmat qilishi va g'ururi haqida boradi. Qarindoshlar, ish beruvchi yoki hukumat. Oldiniga kitobning mantiqiy nomi o'zgacharoq. Qarindoshlarga, ish beruvchi va hukumatga qarab qolmasdan moliyaviy mustaqil bo'lishga intilayotgan ayollar uchun. Bu kitobning asosiy mavzusi. Azaldan odamzod tarixi shunday tarbiya tizimiga asoslangan. Ya'ni ayol moliyaviy jihatdan eriga yoki qarindoshlariga qaram bo'lishi kerak. Hozirgi zamonda bu jihat xavfli bo'lib qolyapti. Dunyo juda tez o'zgarib ketyapti. Erkak. Hayot qadimdan shunday tuzilganki, ayol va erkak pul va muhabbatni bir-biriga uyg'unlashtirmay, ularni alohida muhokama qilib bo'lmaydi. Muhabbat, ayol va pul bir-birlariga bog'liq. Qolaversa, unisi yoki bunisining bir-biriga ta'sirini tasavvurimizga ham sig'dira olmaymiz. Chunki asrlar mobaynida jamiyatimizda shunday bo'lishi odatiy hol deb hisoblangan. Aynan ayolning erkakka nisbatan muhabbati hammasi shunday bo'lishi kerak deyishimizga majbur qiladi. Biz o'zimizga keragini erkak kishidan muhabbatimiz orqali olishga o'rganib qolganmiz. Ammo bu tizimda hali yosh va chiroyli ekanmiz, ish beradi. Lekin vaqt o'tgan sayin hammasi o'zgarib boradi. Burilish davri. Yoshim 14da edi. Maktabdan kelsam, onam bilan dugonasining suhbatiga beixtiyor guvoh bo'lib qoldim. U meni ko'rib, ko'z qiri bilan xonaga kirmasligimga imo qildi. Men oshxonaga chiqib, o'zimga yegulik tayyorlamoqchi, muzlatgichdan sut olmoqchi bo'lgandim. Ularning suhbati baribir qulog'imga chalinaverdi. Onamning dugonasi Gloria juda xafa edi. Men nimadir bo'layotganini sezib yurgandim, dedi u. Bolalarni o'ylab ham u ketib qolmaydi deb o'ylardim. U senga nima dedi, so'radi onam. U 1 yildan beri boshqa mendan yoshroq ayol bilan uchrashib yurar ekan. Aytishicha, uning oldida u o'zini qahramondek his qilarmish. Mening oldimda u o'zini omadsizdek sezgani aniq. Sen bu aloqani bilarmiding?
so'radi onam. To'g'risini aytsam, gumonlarim bor edi, ammo tagiga yetishni istamasdim. Qolaversa, bu shunchaki havas va vaqti kelib o'tib ketadi deb o'ylagandim. Qalban hammasini his qilarding, to'g'rimi? So'radi onam. Ha, faqat buni tan olishni istamasdim, dedi Gloria. Bizning nikohga dars ketganiga ancha bo'lgandi. Yildan yilga qiziqishlarimiz ikkiga bo'linib borayotgandi. Undan karyera, menda bolalar. U ish yuzasidan doim jo'nab ketadi, men esa uyda qolaman. Nikohingiz yaxshi emas ekan, uning hayotida boshqa ayol borligini bilar ekansan, nega ajrashmaysan? Axir bolalar bor, o'ylab ham o'tirmay javob berdi Gloria. Bolalar bor deysanmi? Axir Gloria, bolalaring katta bo'lib qolishgan. O'g'ling kollejni bitirdi. Bolalar uchun emas, bu yerda boshqa narsa bor, dedi onam hayron bo'lib. Gloria duduqlanib sekin ovozda dedi. To'g'risi, u bilan ajrasha olmasligimga sabab pul. Munosabatlarimiz yaxshi bo'lmasa-da, lekin moddiy jihatdan hammasi joyida.